Lacetti 1.8 motorda bizda keldi sotuvda. Bu avtomobilning yili 2012-yil. Eshikni ochganda eshikdan shuna koja, qora aquaprint, poliklari bor, chiqonlari a'lo darajada. Tablodagi probeg bo'lyapti 134.587. Avto registrator bor, qo'yish pul bor. Bu avtomobil katta shuna bahaybat bagaj, propan tabletka. 4-pokoleniya. Balonlar holati juda ham yaxshi. Kraskasi bo'lsa 4 ta kalenkada bor, yana yoq-buyog'iga bor deyishyapti egalari. Kraskasini, probegini o'zingiz uchun bemalol tekshirib oling. Motor hali ochilmagan deyaptilar. Bunaqa avtomobil kamdan kam uchraydi. Bu avtomobilimizning narxi bo'lyapti 53 million so'mda. Hozirgi kursga hisoblaganda 4,5 ming AQSh dollar. Yana kelishiladigan joy bor. Pastdagi raqamlarga telefon qiling, bemalol qolgan ma'lumotlarni berishadi. Shunaqa arzon avtomobillarni endilikda Sheyx Daniel profiliga kuzatib borasiz. Sababi endi bizlar xudo xolasa ana shunaqa arzon avtomobillarni e'lonini qo'yib boramiz. Kimda kim avtomobilni sotmoqchi bo'lsa, Sheyx Danielga murojaat qiling.